Mana shu bola aytayapti. Mana shu chiqindini, parnidan chiqayotgan chiqindini yo'qotish. Mani muammoim ekan. Bularning muammosi emas ekan. Chiqindingizni qoldirmasdan oldimmi? Mana ham qilyapti-yu, buni kim qabul qiladi? Qatga bor. Sen o'zing bilmayapsan buni qatga bor. Mana men sizga gapiryapman. Mana shu chiqindingizni oldimmi xonadoningizdan? Yo'q, olmading. Qani? Mana olmading-ku. Mana shu chiqindimi bu? Ha, nima chiqindi bu? Mana shu chiqindi. Yo, nima chiqindi deyiladi bu? Hop, mana parnagizdan chiqayotgan musordan Xonadondan chiqyaptimi? Aka, mana sizga gapiryapman. Parnagizdan chiqqan boshqa musoringizni oldimmi? Oldimmi hozir bolalar? Xonadondan chiqyapti bu. Parni ham xonadonda-yu baribir. Hop, aka, parnagizdan boshqa musor. Hop, buni ovatga, hop buni qatga kim olishini sen bilasanmi? Parnagizni Sen bilasanmi kim qabul qilishini buni? Hal qiling buni narsa. Yo'q, qatga olib boring, hop. Bilasanmi? Aytma, olib boraman o'sha yerga. Aytolman, o'zingiz hal qiling. Yo'q, qatga olib borishni aytma, olib boraman. Bilmaysan, chunki sen olishing kerak buni. Mana shu chiqindingizni oldim, bo'ldi, ketyapman. Boring, qatga jalb qilsangiz qilavering. Bo'ldi, ko'ramiz, mayli. Ha, mana shuni olmasmish bular.